Vodiy Bruzda joy nomlari ensiklopediyasi davom etadi. Bugun sizni Farg'ona viloyatidagi joy nomlaridan biri Dang'ara nomini kelib chiqish tarixi bilan tanishtiraman. Dang'ara Farg'ona viloyatidagi tuman nomi. Tuman hududi asosan tekisliklardan iborat. Uning janubi-g'arbiy qismi So'x yoyilmasining shimoli-g'arbiy chekkasida. Shimoli-g'arbiy qismi esa Sirdaryoning birinchi va ikkinchi terrasalarida joylashgan. Bahorda va kuzda kuchli qo'qon shamoli esadi. Mahalliy xalq orasida Dang'ara nomi Don g'arami so'zidan kelib chiqqan degan rivoyat bor. Nafasovning yozishicha, tuman nomidagi Dan so'zi So'x tilidagi daraning boshlanishi, og'zi ma'nosidagi dahna, dahana so'zining qisqargan, soddalashgan shakli bo'lishi mumkin. Tog'li tumanlarda dahna doimo suv oqadigan o'zan, oqar suv degan ma'nolarni bildiradi. Dang'ara tog' darasida joylashgan joy, aholi punkti degani. Joy nomi nomlanayotgan obyektning o'rni, tabiiy va iqtisodiy, ijtimoiy xususiyatlarini hamda ko'pgina boshqa xususiyatlarni ham o'zida mujassamlashtirgan bo'ladi. Etimologik olim Hasanov iborasi bilan aytganda, nomlar joylarga shunday moslab qo'yilganki, mahalliy aholini aql zakovatiga qoyil qolasan kishi. Bizda hozircha shular. Siz o'zingizni qiziqtirgan joy nomlarini izohlarga yozib qoldiring. Biz keyingi videoda albatta shu haqda ma'lumot beramiz.